Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görürmenler. İslam ve Biz programımızdaki 114. sani görüşünlerini kızgın karşıladığımız ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmenlerimiz her hafta şu saatlerde bir gün yarım saat keşif kaldık almayın köçürüm sorayımız. Her bir Müslümanın çokum dinimizde mükemmel Kur'an, sünnet, nuru asıdı düşünüşü gerek boğan temalarını ayrım mavzuqan şekilde huzuruna sunup kilovatımız xili uzun oldu. Allah subhanahu ve taala bu programda söylenген barlıq temalarını haqiqi ravishda düşünüp şunun layık amel qilish, nimetini ata qilishini Allah'tan tileymiz. Programımızdaki aziz mehmani, daimlik mehmani hammalar tanışıp boğan hürmetli ustaz Şarkı Türkistan Ölüm Ala Birliki azası şunaqla Dünya Müslüman Alma Birliki azası Abdurrahman Cemal Kaşgari'ni teklif kıldık. Kıymetli vaxtını çıkarıp kadem teşekkür kılgalı için köp rahmet etiniz. Razı olsun. Kadirli görürmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalı Naq Meydan'dan tarqıtlı vatıdı. Ekran aldı çıkıp durvatkan numarımız şunaqla ictimai uçur vasıtlarındaki alaqı vasıtlarımız arkalı. Programımızga alaqadar har qanday fikir teklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Endi bugun biz tunugun e'lonimizda bergandek, biz aslida bu temalar atrofida paranglashayotgan bugun bilan 4-son bo'ldi. Maxsus Qur'on, sunnatning aloqasi. Shu hammamizga ma'lum. Şu sünnetni inkar kıldıgan, sünnetni Kur'an bilen sünnetni o'rtasida ayırmoqchi bo'lgan har xil zaharxandaliklarga javob berilayotgan bir temalar bo'lyapti. Bugun 4-soni tunugun biz e'lonimizda sünnetning vahiyligi va uning Qur'ondagi dalillari temasida paranglashganligimizni e'lon bergandik. Bugun mushu atrofda paranglashimiz. Hurmatli ustoz, unda bo'lsa bevosita kirib ketsak, oldi bilan sünnet vahiymi emasmi degan savoldan başlasak. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsana insaniyetinin en ilgar yetekçisi, yol başçısı olan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a dua salamlar olsun. Sünnetin inkar kıyıgıcı ekimla, yani sünnetin inkar kıyıgıcılar, sünnetini dini ufkumdan, dini hususiyetlerden ve mukaddeslik süpetlerden ayırıp taşlaş için Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini, yani hadislerini qaysi bir insonninki so'ziga yoki ish harakatiga o'xshash deb qaraydi. Unda o'g'andiki, bu payg'ambarimizning sunnatiga yoki hadislarga amal qilishning hech qanday ehtiyoj yo'q. Ham musulmonlarning uni bo'ysunib itoat qilib menish majburiyati yo'q deb qaraydi. Ya'ni bularning demoqchi bo'lgani Muhammed Aleyhisselam bugungi zamondagi qaysi bir mutafakkirdak, qaysi bir faylasufdak, qaysi bir professor, doktorga o'xshash shu zamonning adami. Onu şu zamandaki, Peygamberimiz yaşayan zamandaki sahabeler amel kıpmadı. Bugün boğan bolsa biz bugünkü zamanınki ilgar adamları, feylasufları, doktorları, profesör şununla agestak oldu. O Muhammed Aleyhisselam'ın kıygan sözleri ve hadisleri bugünkü zamandaki şarkşunaslarınki tatbikatlarından bir fark etmeydi, okşar dep qaraydı. Zamanımızdaki sünnetini inkar kıyıgıcı zındıklar ben buradayken bunu zındık deb atayım. Sünnet inkar zındık. Kur'ançılar demeyin. Çünkü Kur'ançılar dese, avam halkı nispet düşünmeyen olsa Kur'an'ı bek emel kıldığandek. Kur'an'ın royu ile mahsul yaşayan bunda düşünüyor. Bunu ilmi sahadakiler düşündü. Tefsir sahasıkiler, hadis sahasıkiler, İslam fikri sahasıkiler, İslam fikri sahasıkiler hemmisi Kur'ançı dese İslam'ın bir kısmı işenmeydiğen 200'leme rezil münafıklar degen gapni hamma düşünüdü. Xo'sh. Yani din düşmanlarından galçıları degen gap düşün. Ama bizden avam Müslümanlar bu noktada düşünmegenlik için, uçuk, zağırt edip bağlaş için sünnetini inkar kıyıcı zındıklar deb atayım. Çünkü bu sünnet inkar kıldıqlarınınki mutlak köp kısmı Almaniler. Arap dünyası hemmisi Almani. Yani Alman demek skolazm demek. Ya buna sünnet inkar kıyıcı zındık deb ataş gerek, ya sünnet inkar kıyıcı skolazmçılar. Xo'sh. Deb ataş en münasip. Ben kitabın ismini bunun qabındayken özgertip ötüm o tema. Hem gibimiz gelsek, zamanımızda sünnetini inkar kıyıcı zındıklar, ilahi vahiy fakatlam Kur'an-ı Kerim'den ibaretti. Bu hadis kitaplardaki, o peygamberimizin mensup kılınan o sözler, o hadisler bu vahiy emas. Xo'sh.
O payg'ambarimizningki so'zi, hadislar degan gaplar bu hadisshunoslar to'qib chiqqan yoki hadis ilmi bilan shug'ullangan olimlar to'qib chiqqan rivoyat, cho'chak, afson, xurofotdan iborat. Uning biz bilan hech qanday aloqasi yo'q. Musulmonlar bilan uning hech qanday chetishlik yo'q deb qaraydi. Shunga bu zindiqlar, sunnat inkor qilgan bu zindiq skolarizm zindiqlar payg'ambarimizningki ala inni utitul kitob va mislahu ma degan hadisni inkor qildi. Xo'sh. Hadisni olmaydigan bo'lgan. Bu deydiki Qur'ondan boshqa vahiy kelmagan Muhammad alayhisalomga dedi. Unda bo'lib qolsa payg'ambarimizning bu so'ziga nima deysan? Men Qur'onni va shuningga o'xshash bir narsa olib keldim. Ya'ni shuningga o'xshash bir vahiyni, shuningga o'xshash amal qilish tegishlik yana bir narsani olib keldim. O'g'an bo'lsa-mu Qur'onning izohati, Qur'onning bayoni, tafsirini olib keldim. U vahiy degan bu hadisga nima deysan desa, yo'q buni inkor qil. Ishonmaymiz bu hadisga dedi. Xo'sh. Bu zindiqlar payg'ambarimizningki Mi'raj mo'jizasini inkor qilgan bo'lsa, bu eshak bilan qanday bo'lib 7 qavat osmonning ustiga chiqadigan eshak aqlliq bo'lsa, qanday bo'lib bu hadisni inkor qilmay qolmasin. Qur'oni Karim payg'ambarimizningki eng yuksak, eng katta mo'jizasi, aqliy mo'jizasi, ruhiy mo'jizasi. Bu Qur'oni Karimdan boshqa payg'ambarimizning minglagan mo'jizalar bor. Bu nada isbotlandi, nada bayon qilindi desanmisa, hadis shariflarda bayon qilindi. Bu sunnat ishonmaydigan payg'ambarimizning butun mo'jizalarini hammasini inkor qildi bu zindiqlar. Xo'sh. Şoň bu zindiqlar ala inni utitul kitab va mislahu degan bu hadis inkor qildi. Nimishqa inkor qilsa? Nimaga asosan deydi-ki, payg'ambarimiz sahobalarni hadis yozishdan to'sqan. Yozuvlarni to'sqan. Ya'ni payg'ambarimizdan to'sqan rasmul siras. Qachon to'sqan, qanda to'sqan, nima maqsad to'sqan bilamsiz bu zindiqlar bilmaydi. Payg'ambarimiz Qur'on Karim dastlab tushayotgan bir paytning o'zida ma oyat bilan hadisni o'rlashtirib qolmasin deb bir mezgil vaqtli holatda maxsus odamlarga, hammasiga emas. Ya'ni farqi etmaydigan odamlarga, bularni yangi o'rganayotgan, islomni o'rganayotganlarga ma Qur'onni yodlanglar. Kunlik 5 dan 10 dan sahobaning rivoyati bo'yicha, bayoni bo'yicha yodlaydi. Ma hadisni sizlar hozir yozmayotgan, o'rlashtirayotgan deb maxsus odamlarga, maxsus sharoit sifatida vaqtli deyilgan gap. Ama ondan başka yazınlar degan buyruq var. O hadisni ağınılmaydı bu zindiqlar. Ma hadisini dalil qiladi, ama qog'ozda ağınmaydı. Peygamber Aleyhisselam'dan başka elçilerge, devletlerge turli ahdinomalar yazgan hüccetlari var. Tom çıkan ahdinomalar var. Resulullah'ınki hadisleri, şerketleri. Bunun bir şey olmaydı, ağınılmaydı. Fakat özüge to'g'ri kelgan bo'lg'achqa hadisdan qutulsak, biz yerim musulmon, yerim skolarizm bo'lib yashayverdik degan bana qilish uchun sunnatni süpürüp tashlash uchun bu hadisni inkor qildi. Yana bu zindiqlar deydi, agar sunnat Alloh tarafdan vahiy kelgan bo'lsa, payg'ambarimiz nima uchun Qur'onni yozish buyurganda sunnatni yozish buyurmagan? Nima uchun payg'ambarimiz Buxoriy bilan Muslim 150 yildan keyin 200 yil kelgan qadar bu sunnat yozish ahamiyat bermagan deydi. Demak bu hadisning kelish tarixi, qanday to'planganligi, qanday ratlanganligi, bunga qanchalik bir metodning o'lchamning qo'yilganligidan hech qanday xabar yo'q. Sharqshunoslarningki Xo'sh. nazariyalarini o'ttirgan zararlarni so'rab chiqqan zindiqlar deb iborat. Xuddi bu nima o'xshaysa, bizning Sharq Turkiston misol uchun deyim, bu Imom Buxoriy qachon maydon kelgan, qachon yozgan degan. Biz ayrim to'xtalamiz bu temada. Bizning vatanning tarixida bir necha Xitoy tadqiqotchilarining tadqiqotchi degan gap to'g'ri bo'lsa, yozarmanlar. Tarixlari bor. Tariximizni burmalab, madaniyatimizni yo'qotib, tagidan azaldan tartib bu Xitoyning bir pasit o bo'shdi. Mush Xitoylarning yozgan tarixini misdaqiyati, rostchilligi, samimiyati qancha persen? Mana buningdan buni kazzab Xitoylar, saxtipaz Xitoylar deb atamliq tadqiqotchi bo'lsinmi, professor bo'lsin, doktor bo'lsinmi, yoki tadqiqot o'g'aniga erishimiz lozim. Nima qanday imizlik saz og'zimizga tushunishimiz lozim. Bizning azaldan tartib Xitoyning ayrilmas bir qismi degan oshno degan haq degan bo'ladi ishonsak. Shunga o'xshash bu sharqshunoslarning zararlarini aynan og'allar Xitoyning tarixiga ishonganlikdan qilcha farqlanmaydi. Acaba payg'ambarimizningki hayoti to'plangan hadis to'plamlari, sahobalarningki hadis to'plamlari, sultanlarning hadis yozishga jiddiy oldirganligi, Qur'oni Karimni yodlagan minglagan kishilarning hadis shariflarini to'plab yodlaganligi, buningdan hech qanday xabar yo'q. Biz bu vaqtda Imom Buxoriy, Muslim qachon kelgan, qachon unga ilgari to'planganmi, to'planmaganmi, bu vaqtda ayrim bir program qilish tegishli. Demak, bu mushunga o'xshash bir shubhalari, mushunga o'xshash bir zaharlari var bu zindiqlarniki. Ama bunun cevabımızı qisqartib aytsa, Xo'sh. hadislarning ichida
hadisshunos, tadqiqotchi olimlar hadisning qaysi payg'ambarimizga nisbat berilgan sağlam hadis, qaysi aciz hadis, qaysi hadis emas saxta gap deganni allburun ayırıp olgan. Biz acizde xitim keyin to'xtalamiz. Demek bu peygamberimizga mensup kılgan sahih hadislerimizde şeksiz halet peygamberimizinki sözlerden ibaret. Sahih deb alimlar tarafından baha verilgen, ölçem koyulgan hadisler şeksiz halette peygamberimizden sözdür. Peygamberlik nurdan ibaret bu. Peygamberimizden peygamberlik tebliğ, Allah'ınki vehiyisini izahlagan bayandan ibaret. İslam'ınki tefsile, izahatın ibaret. İslam medeniyetinki kurulmasından ibaret. Şuna Müslümanlar Kur'an'a qandaq amel qilishga buyurilgan bo'lsa, sunnatga mi shunday amel qilishga buyurilgan. Kur'an'a qandaq amel qilishga buyurilgan bo'lsa, sunnatga mi shunday amel qilishga buyurilgan. Atiulloh va atiur rasul. Alloh itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Chunki Qur'onning buyrug'i bilan yo cheklimasi bilan sunnatning buyrug'i va cheklimasi orasida farq bormi, farq yo'q. Masalan, Qur'on bir ishni buyurdi. Sünnet mi bir işini buyurgan bolsa, o Kur'an kanda amel kılgan bolsa, sünnetden buyurgan amel kılmamız. Kur'an bir işini toskan bolsa, hadisin bir işini toskan bolsa, işkelisi okşayış tan amel kılmamız, fark yok. Amel kılış cihattin. Hoş. Bunu nereden üçünü olarımızda, bunun yukarı hadisini özlem dedi. Menin, Allah Teala men Kur'an ve şunun okşayış bir nasi badi degenlikni o'zi, yani vehiylik de okşaydı. Okşayışlık neredeyse vehiylik de okşaydı. Amel kılış cihat okşaydıgan bir nasi badi degan peygamberimizden bu sözü buna delil. Demek Kur'an-ı Kerim hakikat bo'lgandek, hadis şerif yoki Rasulullah'ın sünneti, sahih sünneti hakikatimiz hakikat. Kur'an'a qanday itoat qilish farz bo'lgan bo'lsa, sahih hadislarga yoki payg'ambarimizning hadislariga sahih deganimiz, bunaga itoat qilishmi farz. Kur'an qanday amal qilish farz bo'lgan bo'lsa, sunnatning o'ziga amal qilishmi farz. Gipimiz yig'ib aytgan vaqtida payg'ambarimizning og'zidan chiqqan bayonlar, izohatlar, tafsirlar Allah'ın kalomi bo'lgan Qur'oni Karimning izohat, tafsiri bo'lganligi bu sunnatning maqamining ne kadar yüksek ekanligi yeterli. Uningdan boshqa bu haqda gap qilish aciz. Qur'onning bayan, Qur'onning tafsir. Bu sunnatning ne kadar ulug' maqam ekanligini bu yerdan ko'rib olgan bo'ldi. Ammo ko'zi ko'rib osgan, qalbi dodlashib ketgan, idi zaharlanib ketgan zindiqlar bu haqiqatni his qilmaydi. Chunki ular iymon ko'zi bilan qaramaydi. Zindiqlarning ko'zi bilan qaraydi. Shuni tushunolmaydi. Allah razı olsun, hakikaten ayeti güçlük cevap verildi. Hem şu sünnetninki vahiy ekanligiga Qur'ondagi dalillardan bir qancha keltirsak, bular atalmış Qur'ondan alimiz deydi Allah, o'zi devatgan Qur'onni tushunmaganlar hamdi. Shunga mushlarga bir javob bo'lish uchun. Sünnetning vahiy ekanligi Qur'oni Karimning nurg'un dalillar. Biz bundan 4 turliklam dalilni olaylik vaqt e'tiboriyle. Birinchi dalil Alloh taolaning so'zi: "Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyuha." Payg'ambar Muhammad alayhisalom nafsi xohishi bo'yicha o'zining kallasi kelgan bo'yicha so'zlamaydi. Uning so'zligini vahiydan iborat. Endi mush oyatni arab tilining qoidasi bo'yicha tadqiq qilgan bo'lsak, tahlil qilgan bo'lsak, o'zining usuli maharati bo'yicha, ilmi bo'yicha tafsir qilgan bo'lsak, bu umumlikni ifodalaydigan bir siyg'a. Ya'ni Muhammad alayhisalomning og'zidan chiqqan narsaning hammasi vahiydir dedi. Ya'ni payg'ambar alayhisalomning og'zidan chiqqan narsa oyat bo'lsin yoki hadis bo'lib qolsin, bu vahiydir degan bo'ldi. Bu gap yani bizning dinimizga aloqador, bizga ko'rsatilgan musulmonlar diniy ko'rsatmalarning hammasi vahiydir degan. Xo'sh. Ayet şundak roşan, şundak aniq. Şuna Peygamber Aleyhisselam bu hakikat ta'kidlab, mening og'zimdan haqiqatdan boshqasi chiqmaydi. Yani Aristotelning kayni ketganmidi, yoki ilgari bir zamonda yashagan Heraklining kayni ketganmidi, yoki Yanibisining kayni ketgan bunday xiyol bo'lib qolmadi. Xo'sh. Mening og'zimdan haqdan boshqa chiqmaydi deb Peygamber Aleyhisselam bu haqiqatni taqimmo izohlab bergan oyat. Ikkinchi dalil Alloh taolaning so'zi: "Va anzalallohu alaykal kitaba vel hikmete" deydi oyat. Allah sana kitapni ve hikmetini tushirdi, nazil qildi dedi. Shundak aniq ro'shan, boshqa izohatga ehtiyoj yo'q. Allah sana kitapni mesela Qur'onni tushirdi ve ondan boshqa yana bir narsa, u hikmet. Nima bu hikmet?
Agar Qur'onning o'zi desa, kitob bilan hikmat ikkisi bir gap desa, bu arab tilini faqat uqmaydigan, tafsir shunaslik ilmidan faqat bexabar eng cho'ng nadan ahmoqning bir so'z. Qur'onning o'zi emas, kitobning o'zi emas, hikmat boshqa bir narsa Alloh uchun. U nimadan iborat? Tafsir shunas olimlar, hadis shunas olimlar va boshqa olimlarimiz bu yerda hikmat nima deb tafsir qilgan desa, sunnat. Dinning ko'rsatmalari, dinning ahkomlari, dinning maqsadlari deb tafsir qilgan. Bundan boshqa yana bu ishdan o'xshagan bir oyatni olsak, hikmat. Qur'onga agish bilgandan kelgan oyat va yuallimuhumul kitaba val hikma. Bu payg'ambarning vazifasi emas, ularga kitobni o'rgatadi, hikmatni o'rgatadi. Faqat Qur'onni o'rgatish bilan ham ish tugmaydi. Ya'ni hikmat yo'q. Hikmatdan maqsad Qur'onning izoati bo'lgan, Qur'onningki tafsiri bo'lgan, Qur'onning bayoni bo'lgan. Bu narsani o'rgatadi. U bo'lgan bo'lsa nimadan iborat? Sunnatdan iborat. Albatta bu yer hikmat so'zining Qur'ondan boshqa bir narsa ekanligi xo'sh. Ro'shan. Ya'ni u bo'lgan bo'lsa sunnat. U bo'lgan bo'lsa dinninki ko'rsatmas. Chunki payg'ambar alayhisalom sahobalarga, musulmonlarga Qur'oni Karimdan boshqa nurg'un ko'rsatmalarni bayon qilgan, nurg'un ta'limotlarni bergan. Masalan, biz ilgari takror etdik. Masalan, namozdagi ahvollar. Qur'oni Karim namoz o'qinglar. Tafsilotini deb berdi. Zakat beringlar dedi, tafsilotini deb berdi. Naqs. So'z setiqda halol var, riba haram. Ama uning tafsiloti, so'z setiqning qaysi halol, qaysi haram buni deb berdi. Buni kim deb berdi? Kim o'rgatdi? Buni payg'ambarimiz o'rgatdi. So'zlari bilan o'rgatdi, amaliyati bilan o'rgatdi. Yani üçüncü bir delil var, yani bu hikmet sözü kelgan. Cuma suresida ve yuzakkihim ve yuallimuhumul kitaba vel hikma degan. Xo'sh. Mush oyat to'g'risida mufassirlar buni sunnat deb tafsir qilsa, Turkiyada yashaydigan sunnatni inkor qiluvchilarning peshvolaridan biri hisoblangan Abdul Aziz Bayandir. Bu musulmonlarning fikri burilishi deb qo'ygan. Musulmonlarning fikri jihatdan ezib ketishining muqaddimasi mishadan boshlangan. Bu hikmatni sunnat deb tafsir qilish bu xato edi. Unda o'pqa sen nima deysan desa, nima shunday deysa bu gapga nima dalil olmasa? Chunki bu oyatda kelgan hikmat so'zining sunnat ekanligini Imom Shofiydan boshqa hech kim deb baqmadi. Faqat bir odam deb baqdi, oshining keyniga ham ashib ketavermadi. Boshqa hech kim deb baqmasa edi. Ham biz gapimizni davomlashtirib ilgari. Bu Abdulaziz Bayandir. Uyg'ur jamoatchiligiga nisbatan bir az maxfiy, tonilmagan bo'lsa-mu, ammo hadisshunos, tafsirshunos, islom fikri shug'ullanadigan ahli ilm qarindoshlarimizga nisbatan tanishlik bir shaxs. Yani bizdeki cemaatimizga, yani Uyg'ur milletiga sunnatni inkor qilish eqimininki zaharlarni chachqan baş shaxsi shu. Xo'sh. Bu qanday bo'lib ham chachdi desa, buningga pulga setilgan, pulga ishlaymiz deb kirgan, pulga to'ymaydiganlar buning kitoblarini tercüme qilib, buning yozmali Uyg'urcha tercüme qilib, biz zamonda musulmonlar to'g'ridan biz 2000-yillarda Uyg'ur jamoati bir zaman qalaymaqan qilish harakat qilib baqdi, ammo mag'lub bo'lib to'xtadi. Pul uchun to'g'rimi xatomi demay, pulga setilganlar az emas. Hayır hamma ko'pincha hayat. Xo'sh. Turkiyada bu bo'ldi. Hozir to'xtab. Ba'zilar tövbe qilib chiqqanlar. Ba'zilar tövbe qilganlar, ba'zilar tövbe qildim, qilmini uqmaymiz. Ya'ni bugungi sunnat inkor qiluvchi zindiqlarningki atba'larning bir qismi cho'ladi iborat. Har zaman bozor chiqib qolsa bo'lgan nafs uchun haq bilan botilni ayirmay ketaveradi. Hamda bu Abdulaziz Bayandirninki bu gapni Imom Shofiydan boshqa hech kim deb baqmaydi degan bu da'vosi rasmiy yolg'onmi yoki to'g'rimi xato? Tamamen to'g'ri, tamamen xato. Hech qanday buning asosi yo'q. Yolg'onchilik, soxtalik. Nima ish qilsa? Chunki oyatda kitob deganga ergishib kelgan hikmat so'zining sunnat deb tafsir qilinganligini Imom Shofiyda ilgari nechilgan olimlar, nechilgan mufassirlar Imom Shofiyda ilgari anda tafsir qilgan. Bu faqatlan Imom Shofiyning so'zi emas. Masalan, Imom Shofiyda ilgari yashagan mufassir Hasan Basri, Qatada, Abu Malik, Mujohid va boshqa mufassirlar bu sunnat dinning sirlari, diniy ko'rsatmalar deb tafsir qilgan. Bu bayondirmi bu tadqiqotni bu yerlarni bumi ko'maylan otlab o'tib ketgan yoki pomlab o'tib ketgan namisi. Bu ikkinchi dalilimiz. Xo'sh. Savol bormi? Gapimiz Yo'q, davom qilamiz. Uchinchi dalil sunnatning ekanligining isbotida Alloh taolo Qur'oni Karimni bayon qilishga kepillik qilgan o'zi. Alloh taolo Qur'oni Karimni bayon qilib beraman deb Qur'onda o'zi Inna alayna bayonovda bayon qilgan.
ya'ni e'lon qilgan. Xo'sh. Allah Qur'oni Karim bayon qilib beraman deb kipil olgan. Bu bayonni kim qilib berdi bo'lsa, mening avatgan payg'ambarim qilib berdi deb insoniyatga e'lon qildi. Litubayyina lin-nas ma nuzila ilayhim. Agar Allohning o'zi bayon qilib beraman debdi. Yo'q, biz Muhammad alayhisolamning bayonini olmaymiz, Allohning bayonini olamiz. Qur'ondan boshqa yana bir kitob tushdimi? Bayon qilib bergan. Tushmadi. Davqas bu bayon nerede? Allah'ın degan gap yolg'onmi rasmi? Oyat kishingan bo'lsa qiras. Biz bu bayon nerede? Özünün peygamberini avatib, demak bu yerda boshqa bir kitob tushmagan ekan. Alloh dediki, mening bayonim payg'ambarning tili. Mening bayonim payg'ambarning so'zi. Uning ishinglar, u mening vakilim, u mening elchim, uning degan gapini hammamiz haq deb tamg'ini basmadimi? Shu payg'ambar deb e'lon qildi. Xo'sh. Demak, Alloh taolaniki payg'ambarimizga bergan bahası yoki tamg'isi bor. Buning asosan sünnet bir bölük alimlarning ba'zi ko'z qarashiga elib o'tib turaylik. İjtihodga tabe bo'lmagan sunnatlar. Ba'zilar ijtihod qildim, qilmadim, biz ayrim kelimiz o'taymiga. Sunnatninki ijtihodga tabe bo'lmagan hukmlari, ko'rsatmalarining hammasi shaksiz holatda Qur'onning bayonidir va ilohiy vahidir. Xo'sh. Alloh taolo payg'ambarimizni mening bayonim, mening bayonatchim, mening vakolatchim, mening izohatchim deb aniq oyat tushunmadimi? Tushundim. Va anzalna ilayka zikra, Qur'onni biz sana litubayyina lin-nas, sen bayon qilib bersada payg'ambar san bütün bu huquqni, bütün bu mas'uliyatni yukni atmadimi? Atdi. Yana Alloh taolo bundan boshqa inna alayna bayan. Biz bayon qilib beramiz. Muhammad alayhisolamga bayon qilib. İnna aleyna cama ve Kur'an. Kur'an'ı biz sana yadıltımız. Yani veyi düşüvatqa vaqtida bek tiz ta'sirlanib, o'diqib ketmay, yadlanmay qolmay deb tilingni tiz harakatlanib japatatni. Qalbingga biz yerlashtiramiz. Qalbing o'rnitib bo'lgandan keyin, yadiltib bo'lgandan keyin u oyatning nima uchun bo'lgan maqsadlarini biz sana bayon qilib beramiz. Buni qata bayon qil. Payg'ambarimizga ilhom qilish orqali, payg'ambarimizga vahiy qilish orqali. U vahiy nimadan iborat? Qur'ondan boshqa vahiy nimadan iborat? O ilham nimden ibaret? Sünnetten ibaret. Hoş. Bu üçüncü delil. Dördüncü delil Kur'an-ı Kerim'de kelmegen bir bölük hükümler sünnette bayan kılıngan. Bu mu sünnetning vahiy ekanligining isbot. Mesela buna misal alayım. Birinci misal. Bedir jangida Peygamberimiz sahabelarga Alloh taolo sizlarni 3000 farishta bilan qo'llaydi, sizlarga madad berdi, xotirjam bo'linglar, ko'nglingizni to'q tutinglar deb. Yani ayet kerimde İstaqul lil mu'minin an yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi 3000 minal malaikati munzil. Öz vaqt sen bularga etrafındagi odamlar Alloh taolo sizlarni 3000 farishta bilan ta'minlasa, ularni askarlar, u askarlarning yordamga avassa, kifoya emas deb degandim. Endi bu oyat shohid 3000 degan bu san. Buni xiyol bilan, faraz bilan, taxmin bilan bilgin olgan sanmi? Oyatdan 3000 deb aniq bayon qildi. Uning ustiga oyat sen oyindoq degandan men sening gapingni tasdiqlab mana hujjatni basbadim. Sening payg'ambar ekanligingni taxminni kuchlantirib, sahobalarning taxminni xotirjam qilish uchun, sen da'vat qilgan gapning vahiy ekanligini isbotlash uchun sen dalzgan sen degan sanning o'zi bo'yicha tushirdim. Ikkinchi misol Qiblaninki o'zgarishini misol qilaylik. Payg'ambar alayhisalom Makkada Makka qarab, Ka'ba qarab namoz o'qiydi. Madinaga borgan chog'da birashil atrofida ne qarab namoz o'qidi? Baytul Muqaddas qarab namoz o'qidi. Ikkinchi qibla emas, Baytul Muqaddas. Payg'ambar alayhisalom asli odati bo'yicha, ya'ni Makkada ibodat qilgani bo'yicha Ka'ba qarab namoz o'qishga tashnaydi. İntilat. Arzu qiladi. Alloh taolo payg'ambarimizdagi arzusi ishga oshirib, "Havalli vajhaka shatral masjidil haram." Ka'ba qarab namoz o'qisang ruxsat dedi. Endi bu yerdagi shohid nimasi? Payg'ambarimizdanki Ka'ba qarab namoz o'qiyotgan payg'ambarimizdan Baytul Muqaddas qarab namoz o'qishiga tushgan buyruq nima? Ka'ba qarab namoz o'qiyotgan payg'ambarimizdan Baytul Muqaddas qarab o'qish bunday ekan degan bu buyruq nima bor Qur'onning? Qaysi oyatda bor? Qaysi surada bor? Ha. Yo'q. Oyatdan chiqqan. Bu nima desa? Sunnatda bor.
Bu nerede bazı hadis? Bu vahim. Vahiy olmamız qanday qiladi Peygamber Aleyhisselam? O'zi xohlagan bo'yicha ish qiladimi? Yana bir misal alaylik. Mekke'nin qurolliq fath qilinishi. Alloh taolo Mekke'de qon to'kish bo'lmaydi deb cheklab o'tgan. Shuning uchun Mekke'ni Masjidil Harom. Bu yerda urush qilish, qon to'kish harom qilingan o'rindir. Endi Peygamber Aleyhisselam bilan Quraysh davlati orasida kelishim buzilib, Qurayshlar siyosiy xiloflik qilgan ahdnomani buzgan bo'lg'achqa Peygamber Aleyhisselam bularga adabini bildirib qo'yish uchun qurollar Mekke'ga besib kirdi. Mekke'ni muasirga aldığımız muasirga aldı. Qon to'kdimiz, qon to'kmadi. Ammo muasirga aldı qurollar. Peygamber Aleyhisselam bu yerda Mekke'de jang qilish menga bir az uhillat, ruxsat qilindi dedi. Bu yerda urush qilish, qon to'kish, qilich o'ynatish haromdi, qurolliq ish qilish haromdi, menga ruxsat qilindi dedi. Dedim dedi aniqdan. Ham bu yerda delil. Peygamberimizga sen Mekke'de qurolliq holatda fath qilsang bo'ladi deydigan buyruq nerede bor Qur'onda? Mekke'de urush qilish haromdi. Qilich ko'tarish haromdi, qon to'kish haromdi. Qon to'kalmaydi. Qurolliq bo'lgan kun urush chiqib qolsa, qon to'kilish ehtimoli bormi sibat? Mekke'de sen qurolliq fath qilsang bo'ladi deydigan ruxsat, ijozatnoma Qur'onning qaysi oyatida bor? Bormi yo'q. Xo'sh. Demek bir yerde Kur'an'dan başka bir vahiy var mı iken? Vahiy var. O nerede göründü, nerede ispatlandı? Sünnetin nabiyyi ispatlandı. Bu Kur'ancı deb dava kılıp atkan ilmani, psikolog, zındıklar Kur'an'ı işlenmedi, Kur'an'ı bilmedi. Kur'an'ın tefsirini bilmedi. Kur'an'ın maksat muratlarını bilmedi. Bunlar başkalar sizbergen, hadis sizbergen şu boyunca mağdur. Bir zamanlar karısılar tarihte 1930 etraflarda, yani İngilizler Hindistan'da besip algan zamanda Qadiyaniya deydigan bir din paydo bo'ldi. İngiliz istihbaratı saxta modadan bizini chiqarib, İslam bilan Hristiyan dinini, yani biz dinini birleştirip bir dindan bizni paydo qilib, musulmonlarning bir qismini bo'lib o'tgan. Xalqni azdi. Hele hem en güçlü kollaydı ki hazırgacha. Hazırgacha İngiliz yani şunun ki. Demek yani bazılarının ki jipi nerede desa Jipim muayyan bariye bir istihbaratga bağlıq bo'lgan. Sağlam fikirlik emas. Ya Gollandiya yani sharqshunoslik institutiga bağlıq yoki bir istihbarat bağlıq bu zindiqlarniki. Normal holat emas. Menimcha bu 20 nechadan chiq dalillar va mushu 3-4 dalil yetarli bo'lsa. Qo'ymanchi, haqiqatan. Hey, Allah bu kadar bu derecede azg'urlikqa tushishni hech kimga saqlasın, her qanday bir kişiden saqlasın. Hem de şu davamlıq deydi hem de bu sınnan bugünkü tabir boyunca zindiq deb deyiləm de. Hakikaten her qanday ekranda bazı adam deyişdi mi xıyıldığın sözler kelib ketdi insanın ağzına. Lekin Allah layıqıda şekilde ularga jazo berdiganligi ishimiz hem de. Şu davamlıq hem de sepseti götürüp Kur'an qoğdalgan, Allah özü vədi qılgan Kur'an'da hiç qanday narsa yo'q. Hatta devat qınım hem de Kur'an'ı sildigəndək düşəngen bolsa bu şekilde azmaydı. Bunu sepsetini götürüp Müslümanlarını azdırış qıtırışıdan bula qoğdalgan, ama sünnet bolsa ardı diyen, abay diyendek neçyüz yıllar ötkendeken ağuğan, onunla insanların nurgun yalğan nasır kirgen dep. Bu arqılıq insanların hem de azdırışqa sünnetinin qoğdalmağanlığını Allah tarafından muhafaza kılınmağanlığını ilgiri sürdü hem de. Şu bir yerde şu sünnetinin mi qoğdalğanlığına alaqadar Kur'an'dan delillerden bir qancha varsa. Kur'an'nınki bayanı olgan, İslam'dan ikinci mənbəsi olgan sünnetini Allah tarafından qoğdalğanımız qoğdalğan. Himaye qılğanımız himaye qılğan. Bunun Kur'an'dan delil varmış, Kur'an'dan delil kiredi bugün. Bu sünnetke işenmeydiğen zındıqları. Birinci delil Allah Teala peygamberimizden en ahir peygamberdir. Bundayken başka peygamber kelmeydi Hatemin Nebiyinde. Senin şeriatın en ahir şeriatı. Men kıyamet günü kişi davamlışı dep tamgını baskan din. Sana ep gelgen din, İslam dini. Muhammed Aleyhisselam kalsak peygamberlerinki en ahirkisi. Onun elip gelgen şeriatı kıyamet günü kişi davamlışıdığan boğallık için bu fakat sünnet arqılıqlan toluqlanğan bir şeriat.
Yani Kur'an'dan şeriatı var mı yok mu? Şeriat maksat Kur'an'dan körsetmesi. Kur'an'dan kanun. Var mı yok mu? Peygamber İslam en ahirki peygamber. Peygamberimiz epkelgen bu şeriat en ahirki şeriat boğaçka, kıyamet günü davamlıçılgan boğaçka bu şeriatın ahirki şeriat ekanligi nim bilen isbotlandı? Yoki nim bilen namoyon bo'ldi? Sünnet orqali. Yani takımız zag'irtili ifodalasak, agar bu şeriat en ahir şeriat emas desak, nim degan gap chiqadi? Boshqa bir payg'ambardan kelish ehtimoli bor. Boshqa bir payg'ambarning yana bir şeriatni olib kelish ehtimoli bor degan gap chiqadi. Boshqa bir payg'ambarning kilishi mumkin mi? Ayet hukm bo'yicha mumkin emas. Ama bu zindiqlar bu yakaga vaqtda buni igiz pas qilishim deb usul o'ynatdi biz o'tgan qatimda. Bu payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mursalninki eng oxirisi, lekin nabiyning oxirgisi emas. Yani shariat olib kelmagan bilan Musaning kendidan kelgan Yushaga o'xshash yana bir izbosar shogirdim biz chiqib qolib qolsa, ajab emas deb ingliz istixborotining nazariyasini ko'tarib chiqadi. Evet, Muhammed Aleyhisselam'dan en ahir peygamber ekanligi ve onun elip gelgen şeriatininki en ahirki şeriat ekanligi sünnet arkalık to'liqlanadi. Eğer bu sünnet olmay qolsa bu şeriat naqs degan gap Qur'ondan şeriatda jiq masala bayon qilinmagan. Namoz o'qinglar debdi. Masalan, aqimus salat va atuz zakat. Namoz o'qing zakat. Qanday o'qiymiz namozni? Xristianlar palsida o'qiydimi? Zakatni qanday berdi? Yoki yahudlar o'sha tamg'a biznicha o'qib qo'yibdi o'qiydimi? Yoki bozorlik o'xshashlar o'qiydimi? O bir bayon bo'lish kerak. İnsonda ozroq aql bo'lsa ya. Har bir narsa bundan chiqadi. Demak, bu yer bir kamchilik bor. Bu kamchilikni to'shqizgan narsa nima desa? Dal sünnet. Dal payg'ambarimizdan keyin ko'rsatmalar. Hamda Muhammed Aleyhisselam en ahir peygamber olsa, onun şeriat kıyamet günü davamlaşılgan en ahir şeriat olsa, bunun taqozosi demasa, bu şeriatning kıyamet gün kadar himoya qilishni taqozo qildi. Agar himoya qilmay qolib qolsa, insoniyatga bir shariat lozim. Boshqa bir shariat keladi, boshqa bir payg'ambar keldi degan gap chiqadi. Ammo Qur'onning hukmi bo'yicha boshqa bir shariat keladi, kelmaydi. Boshqa bir payg'ambar keladi, kelmaydi. Unda qiyomat kuni qadar bu shariat Alloh tarafidan himoya qildimiz, himoya qilindi. Düşmanlar urinib baqdi. Ozdirishga urindi. Masalan, Qur'onda bir necha Isroiliya yozib baqdi. Amerikada bes yozib baqdi. Yani boshqa yer yozib baqgan. Furqon dedim, bijimi dedi. Tutdimi? Hech qanday 8 yoshli bolam Qur'on emas bu axlat deb rad qildi. Qur'onni yozib baqdi. İslam düşmanları İslamni vayronasi Qur'onni yozib baqdi. Bu hadisni yozib baqmay qolamdi. Yozib baqdi. Ba'zi bir fiqhni yozib baqmay qolamdi, yozib baqdi. Tasavvuf dünyasida g'alit-palit narsani to'xtamay nashr qiladi u yerda. Masalan, to'g'ri bo'lib qolsa, to'g'risi, g'alit bir narsa. Xurofot afsona. Kim nashr qildisa, g'arb dunyosi nashr qildi. Buni bu saxtipaz zindiqlik tushunmaydi haqiqat. Shu. Hamda bu shariatning qiyomat kuni himoya qilinishi qanday ish qashidir? Qur'oni Karimning qo'g'dilinishi va sunnatninki qo'g'dilishi bilan ish qashidi. Kim qo'g'daydi buni? Qo'g'dayman deb va'da qilgan Parvardigorimiz qo'g'daydi. Bu birinchisi. Ikkinchi dalil Alloh Qur'onda yuriduna yutfiu nurallohi bi afwahihim. Afwa degan so'zim. Din düşmanları, Allah'ın düşmanları, peygamberin düşmanları İslam'ni sapsetlileri bilen, afvahim, hurafatları bilen, zahirleri bilen yo'qotmoqchi oldu. Gap tepip, şubi tepip, bunu tepip, Müslümanlarni azdırıp, qaymoqtirib yo'qotmoqchi oldu. Ama bu ayet şahit verse, nur Allah'ın maksatı mı? Din maksat. Allah'ın din. Yani Kur'an sünneti namoyon bo'lgan İslam dini maksat. İslam düşmanları İslam dinini böyle parçalab, gap tepip, quruq gap tepip, Hele bu banani tepip, hele qalpoq kelib yo'qotmoqchi oldu. Demek bir yerde İslam sünnetsiz to'liq altı tura olamdi? Yo'q. Sünnet yo'q qoldi, ertaga Qur'onda yana bir narsalar buni qo'shmasak bo'lmabdi. Bundan Fransiyaning qonuni kirgizmasak bu Qur'onni tushunib bo'lmaydi ekan deb qarab tursa, sunnat amgan aytsalar Fransiyaning qonuni yoki bir qonunni kirgizdi bu zindiqlik. Chunki jiq narsa anaqa emas. Jiq narsaning tafsiri yo'q. Masalan, oyatdan biz misol olsak, "Ellezina amanu va lam yalbisu imanahum bi zulmin" degan oyat. Bu ayet sahabilim düşünenmegen. Arap tilini bildiğin, ponni bildiğin sahabilim düşünenmegen. Özüge zulüm kılmaydıgan kim var? Xo'sh. Bu zulüm degan nima degan gapni hadis şeriatlab aytdimi yo oyatda bilsa bormi? Yo'q. Oyat yo'q. Buning bayoni nada? Hadis. Bu shirk degan gap. Bir misal tariqasida aytamiz. 3-oyat, yani sünnetning qo'dalganligi Qur'ondan dalil, biz Qur'onda kelyapmiz.
İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu lahafizun dedi Allah Teala. Kur'an'ı biz şudur, Kur'an'ı biz qo'g'daymiz. Endi islomning birinchi manbasi bo'lgan Qur'oni Karim Alloh tarafidan qo'g'dalsin. Bu Qur'onning izohati bo'lgan, tafsiri bo'lgan, bayoni bo'lgan sunnat qo'g'dalmasa, Qur'on qanday qo'g'daladi? Qo'g'dalamdi? Qo'g'dalmaydi. Qur'on qo'g'dalish uchun sunnatning qo'g'dalishi lozim. Qur'onning himoya qilinishi uchun sunnatning himoya qilinishi lozim. Chunki islom dini bir butun bir din. Bu asosi ona manba Qur'on sunnatdan tashkil topgan bir din. Bu sünnet olmay tur Kur'an'ın bayanı qo'g'dalmaydi. Kur'an'ın tafsiri, Kur'an'ın tushunchasi, Kur'an'ın maqsadlari qo'g'dalmaydi. Çünkü Kur'an qo'g'dalg'aya cho'qib sünnet qo'g'dalishi tabiiy. Çünkü İslam'ның mavjudligi, İslam'ның mukammallik sunnatsiz bo'lmaydi. Sünnet bo'lmasa 50%'dan chiq bu yerda bo'shliq paydo bo'ladi. Qonuniy bo'shliq, iqtisodiy bo'shliq, siyosiy bo'shliq, fikriy bo'shliq, madaniyat bo'shliqi, ilmiy saadiki boşluk deyip. Hem de bu sünnetine biz bu palandın kelgen rivayet, çöçek, efsane bunu anması gerekse. Biz kimnin ki toş kılsak ola? George Bush'nin ki olan toş kılsak ola mı? Macron'nin ki olan toş kılsak ola mı? Ya Sartre'nin ki toş kılsak ola mı? Peygamberimizden sözünü kayısı bir insandan sözü okşaydı o diyen mehduklar ya zindiqlarının demek çoğunu aşıyor. Biz bugünkü zamanda yaşagandıkken biz Kur'an'a aklımızı işletip tushunganimiz bilan tushunmagan yerga ham qattiqlan buni gapini akkaplam izolab ketaversak bo'ladi. Bizim Yevropacha yoki Amerikacha musulmon, Yevropacha demaydi, Amerikacha musulmon bo'lsak, yoki Inglizcha musulmon bo'lsak, yoki Xitoyning ifodasi bo'yicha atog'ini chiqib qolsa, Xitoycha musulmon bo'lsak bo'laverdi. Degan bu nazariyani o'tirib qo'ymoqchi bu zindiqlar. Yani gibimiz gelsek Allah Teala bu ayette Kur'an'ı ben qo'g'dayman zikr. Kur'an'ı qanday bo'lsa bunu musulmon qanday qo'g'day desa buni musulmonlarning qalbi bilan qo'g'daydi, ham qog'ozlar ikkisi bilan teng bir vaqt qo'g'dab keldi. Yozma orqali va musulmonlarniki qalb orqali qo'g'dab keldi. Chunki bugungi kunlikda yozma orqali million Qur'onda bosimi oqmadi musulmonlarning qalbiga o'rin tutilgan bo'lg'ach. Million qarilarimiz bo'lg'ach. 10 yaşlı bir qariga ekilib o'xshamaydigan 3 oyatni o'zgartib bir Qur'onni bas baqaydi. Ma Qur'on bo'lsa bu ko'tar bir Qur'on emas deydi. Agar qog'oz bilan hammasi yozma hujjat bilan ish bitadigan bo'lsa edi, musulmonlarni oldi burun 100% kafir qilib o'tgan bo'ladi. Chunki inglizlar bosdi, demeli bosdi, amerikaliklar bosdi, yahudlar bosdi Qur'on deb jihad oyatlarini el o'tib baqdi, u yoq bu yerni el o'tib baqdi. Ma'ni o'qingsizlar. Bizga bu yahudi dushman gapni, yoki mustamlik dushmanni, yoki zolim dushman gapni chiqarib o'tibmanda o'qisanglar bo'ldi emasmi? Ya'ni Xitoyning tili bo'yicha bizni tajovuz demak bir oq millat deb yozsang bo'ldi degan o'xshi yahudilik qilib baqdi buni, amerikalik qilib baqdi, ingliz qilib baqdi. Ammo bizning bu chala savat bizlar bilmaydigan qara qo'saq zindiqlar bu haqiqatni bilmaydi. Bu dunyoning siyosatini tushunmaydi, o siyosat davosiga kirib qoldi. Allah Teala Kur'an'ı bu iş yoldan qo'ydi. Qog'oz bilan, uningda eng muhimi yurak bilan qo'ydi. Shunga o'xshash bu qo'g'dayman degan va'daga asosan sunnatni sahobalarning qalbi bilan qo'g'dab keldi. Sahobalarning tabiinlarning qalbi bilan isharat bilan qo'g'dab keldi. Olimlarning kuchi bilan, amgaki bilan, tadqiqoti bilan, yodlashi bilan qo'g'dab keldi. Uningdan oldi turadigan yana bir qo'g'dash var. Alloh taolo bu sunnatni sunnat o'z ichiga olgan hikmatli bilan, sunnat o'z ichiga olgan ta'limot bilan, o'z ichiga olgan ko'rsatma qo'g'dab keldi. Chunki nurg'un masalalarda Qur'onni qisqa kelgan, buni bayon nima degan musulmonlar qanday qilamiz degan chog'da, mana payg'ambarimiz mandaq degan. Payg'ambarimiz mandaq qilgan. Demak bu payg'ambarimizningki sharkatlari musulmonlarning kundalik nimasiga aylanib ketdi? Odatiga aylanib ketdi. Masalan, bugun sünnetni almasak biz sağlam Müslüman bo'la olamiz deb da'vo qilayotgan skolarizm buzundiqlar. Sen namozni qanday o'rgangan desa, hozir yengida o'rganib desa, oldiga qarab tur. Ya o'qishni bilmayman deydi. Nima orqali o'rgandi? Amaliyat orqali o'rgandi. Ya aksidan o'rgandi, ya dadasidan o'rgandi, yoki burun bir shogird bo'lib boqqan bo'lsa 4-5 kun, biroq ustoz o'rgandi, amaliyat. Demak, bu sunnat amaliyat orqali musulmonlarning ijtimoiy hayotiga sığıp ketken. Bir en adres misaldım bizden aytsak, lag'ma yegan chaq biz so'ki bilan yeyish odatlanib ketgandek, agar mushu gap to'g'ri bo'lib qolsa tarixdan bir necha yildan yoki lag'mansiz bir yashayolmagandek bizning odatimizga aylanib ketadi.
Bu sahabelikning sunnatmi sahabelik ayında hayotiga aylanib ketdi. Emili hayatı bilan qo'ydi. Xo'sh. Yodlashtirib qo'ydi. Qur'oni Karimni qisqa vaqtda o'sha bir yilga barabama yodlaydigan nurg'unlagan, millionlagan musulmonlar bo'lsa, bu payg'ambarimizning so'zlarini, payg'ambarimizning hadislarini yodlaydigan musulmonlarning chiqishi tabiiy ish qil. Nima ish qilib hamma narsani bir boshqalarningki mezoni boshqalarning o'lchimi bo'yicha o'lchaymiz. Chunki o'zining ishonchi yo'q, o'zining iymoniga ishonchi yo'q. Xo'sh. O'zining haqqiqatligiga ishonchi yo'q. Chunki uning zehni o'zgarib ketgan, ideya zararlangan, ideya hujumga uchqigan bo'lg'achqa hamma narsani boshqalarningki o'lchimi bo'yicha o'lchaydi. Chatoq bu yerdan chiqadi bu zindiqlar. Bu 3-chi dalil. 4-chi dalil Qur'onga iymon ko'zi bilan. Yani bu Kur'an'ın baştan tat ahir hammasi haq degan iymon ko'zi bilan. Pak qalb bilan qaray, pak qalb bilan qaraydigan bo'lsa, pak qalbi degani ya kommunistning zari yo'qmagan, Xo'sh. ya skolarizmchilarning zari yo'qmagan, ya yana bir istixborot bog'lanmagan, pak bir qalb bilan sog'lom aqlli qaraydigan bo'lib qolsa, bu Qur'onda nima degan gap chiqarsa, payg'ambarga itoat qilishinglar farz degan gap chiqadi. Bu payg'ambarning sunnatini tutib manishinglar farz degan gap chiqadi. Qiyomat kuni qadar mush payg'ambarning yo'liga ergishinglar deydigan gap chiqadi Qur'onda. Buna bir dalil alaylik. Qur'on-i Karimda Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu iymon etgan bo'lsanglar iymonli xitobdir. Iymoning ras bo'lib qolsin kerak. Sen saxtpaz, kazzab, ilmani, skolarizm, zindiq, yanimchilar bo'lmay, samimiy musulmon bo'lsa, Allohga ishon dedi. Allohga itoat qil dedi. Atiyulloh. Payg'ambarga itoat qilsan dedi. Va atiyur rasul oyati bu. Va ul amr minkum. Bu tadbir, dunyoviy tadbir ishlari va Qur'on sunnatda keskin hujjat kelmagan. Mesela siyasetning tafsiloti kelmadi dinimizda. Ana prinsipi keldi. Cho'ng ramkillar keldi. Mushning asosida siyoset tadbiri bor deymiz. Shuning asos siyoset yurgizgan hokim bo'lib qolsa uninga bo'lsin. Cho'ng davlatga cho'qim bir amir bo'lish lozim, bir rais bo'lish lozim, bo'lmasa millatning mavjudligi qo'dalmaydi. Hamda oyatninki davom kelib, fa in tanazatun fishan. Bizlar tushunmasanglar. Talashda chiqmoq nereden gap chiqadi? Tushunmaslikdan, uqmaslikdan, bilmaslikdan, ya hal qilinmaslikdan. Bizlar tushunmasanglar, bilmasanglar, talashda chiqib qolsanglar, haqni topolmay qolib qolsanglar, nima ko'ranglar? Amerikaning qonuni ko'ranglarmidi? Faruddu. Ya Jakshirondan kelib bizning aytganimizmidi? Faruddu ilallohi va rasul. Qur'on qaranglar dedi. Buni to'xtamadi oyat. Va rasul. Payg'ambarga murojaat qilinglar. Payg'ambar ketgandan keyin uni hamda Qur'on Karim bor. Ham payg'ambarimiz hayot vaqti yo'q. Hayot vaqtida o'ziga murojaat, hayot ketgan, dunyoga ketgan, nima murojaat qilamiz? Payg'ambarimizningki sunnatiga. Payg'ambarimizning ishoratli so'zlariga murojaat. Qur'on shunday ro'shan oyat. Oyatning oxiri taqba in kuntum tu'minuna billahi wal agar sen haqiqiy iymon bo'lgan bo'lsa buni qilsan. Sening musulmonliging rasul bo'lgan bo'lsa buni qilsan. Gap tugit qalasan. va oxiratga iymon etsan. O'lgandan keyin mening qishim keldiganligimga iymon olsan, Allohga ishonsan, Allohga itoat qilsan, payg'ambarga itoat qilsan. Mana bu yer 4 turli dalillar keldi. Demak sunnatni ra'y qilgan bamda yo'q. Ham sunnatningki biroz kechikib to'planishi, redlanishi, bu sunnatning ayrilishi, buning qanday metod va bu o'lcham haqida ayrim bir program qilishga ehtiyojimiz bor. İnşallah. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Shart tugasak. Shu sizlar hozir bu shariatdan, Qur'onimizdan, bu yerdan shu chekingan hamon bir o'tirda cho'ng bir bo'shliq paydo bo'ldi deb bir so'zni qildi. Shu so'z menga bir qancha kun burun shu Turkiyaniki masalan, Turkiya Osmonli xilofati davlat Ali Osmonli vaqtida 6 asr yaqin butun dunyoning nurg'un yerlariga hukmron bo'lgan davrda ki adaletli bugungi Osmonli arxivlariga qarab baksa, shu davrda Osmonlining hukmronligi ostida yashayotgan nurg'un kofirlarmi, xristianlarmi bu islomning adolatiga, qonunning adolatiga ishonganlikdan o'zining da'volarining hammasini o'zinikiga berishdan bakrak Osmonlininki qozilarning qishiga berishni yaxshi ko'rayotgan. Bu bütün arxivlarda nurg'unlagan bugungi kunga ichib chiqarilyapti bu narsa. Bir advokat bilan bugungi Cumhuriyet mazgildagi bir advokat bilan suhbat nimasini ko'rib qoldim endi. Turkiyada masalan davomli biz anglab turibmiz, qiz ayollar, qizlarga bosqinchilik qilib vahshiy o'ldiradigan jinoyatlar, ham kichik bolalarga qilingan jinoyatlar, bu masala davomli Turkiyada kun tartib bo'lgan vaqtida necha yil bo'ldi adimish o'lim jazosini qaytarib akilish kerak. Mushunda ig'ir vahshiy jinoyatlarga, kichik bolalarni
vahşi öldürüş, ayollarga bosqinchilik qilib öldürüş. Bu meseleге ölüm cezası bo'lmaganligi uchun ular rahat yashab turibning ichida mushuni qaytarib ketishga bir xalq talab qilyotganmi? Mush masalalarni bir advokatdan turgan hozirgi jamiyatdagi bir advokatdan so'ragan bir riyosatchi. Bu shu hocam bu sizce kâsi olan bir kemmesulamdı. Biz nimişqa şundaq rabırsız jazo berolmaymiz bununla. Bu iş nimişqa tügümaydi o degende bugungi qonundami nima uchun bularni shu qattiq bir jazo beradigan bir ish bo'lmaydi deb desa ashaddiy hamdi. O'ylab baqsa 6 asrga yaqin hukmronlik qilgan bir davlatning keyindan qurilgan jumhuriyat. Bu shariatni, islomning qonunini e'tirof qilmagan kundan boshlab u dediki ochiqlan bir advokat. Bizning jazo qonunimiz Germaniyaniki, Almaniya, Germaniyaniki qonunni kopyalab udul akaplam tarjima qilib qo'ygan narsa. Biz shuni qilyapmiz. Nurg'un ilqi chegish masalalar va shunga shunda bir bunga bir oson ish emas buni o'zgartirish u deb shu. Qarab baqsanglar, yani Cumhuriyet mezgiliga o'zgargandan keyingi islomninki qonunlaridan, shariatning qonunidan yiroq bo'lgan vaqtdagi insonlarninki Turkiyada yiliga qancha minglagan mushundaq jinoyatlarga jazo berilmay menayotganligi, qon yoshlik ko'zlarini davom qilayotganligi bir advokatning og'zidan so'zlayotgandi. Ya Müslümanlar bundan çekingan vaqtida bütün asrlar bo'yicha har qanday jinoyatchini cho'chitgan adolatni o'zining adolatini ijro qilib mangan bir din bugun qo'pib mana sunnatni mana chiqarib o'tmiz u bu degan bu zahar xandiklar bo'lsa nurg'un masalalarni eng oddiysi namozingdan tortib nurg'un masalalarni tushunolmaydigan bir xuddi cherkovga kirib o'zi hech qanday narsa bilmay shu g'ing'in o'qiblam shakl qolgan islomning shaklidan boshqa ruhiy qolmagan bir dinni yaratmoqchida bu maxluqlarni haqiqatan ajoyib ichinishli bir ishlamdi. Alloh subhanahu va taolo saqlasin bu ozg'unlikdan. Qadrli ko'ruvchilarimiz shuna qilib bugungi programmamizni shari oxirlashtirsak, Alloh subhanahu va taolo umr bersa, oldimizdagi sonda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.